Mashg'ulotning kartasini tushunmaganlar uchun qaytadan tushuntirib beraman. Demak, biz startdan yurishga buyruq bo'lganda chatga pоворotga yoqqan holatda yuryapmiz. 3 soniya to'xtab turamiz peshovodga va harakatlanyapmiz. Estagada ham to'xtab, orqaga yurmasdan harakatlanyapmiz. Demak, 90 gradusga birinchisi emas, ikkinchisi bizniki ekan. Svetoforga keldik. Svetoforda yashil ishorasida to'g'riga harakatlanyapmiz. Ilonzining birinchisi bizniki. Ilonzidan chiqib svetoforga kelyapmiz. Yashil ishorasida harakatlanib kelyapmiz. Demak, garaj ikkinchisi bizniki, uchinchisi ham, to'rtinchisi ham bizniki. Birinchi katta mashinaniki. Garajni bajarib chiqyapmiz. Zinak bo'yicha harakatlanib kelyapmiz mana. Demak, svetoforga kelyapmiz. Svetoforda bizga chapga yurish buyurilyapti, chapga yuramiz. Temir yo'lda to'xtab biz 5 gacha sanab harakatlanyapmiz-da, tezlanish hududiga kirib kelyapmiz. Tezlanish hududida 20 dan 40 gacha yurish bizga buyurilgan. Shu yerda biz ikkinchi skorga olishimiz shart. Ikkinchi skorga olib 20 tezlikdan oshirilmasin degan joyda birinchi skorga olib 20 dan past holatda harakatlanishimiz kerak. Bizda mana shu yo'limizda avariyni signal keladi. Avariyni signal cholinganda, mashinada cholinganda to'xtab, avariyga signalni bosib to'xtashimiz shart. Avariyga signal o'chdimi, harakatni davom ettiryapmiz. Demak, 3 ta parallel parkovka qaysi biri bo'sh bo'lsa kiryapmiz, kirib yana yo'limizga chiqib, o'ng tomonga svetoforda yashil ishorasiga qarab harakatlanib kelyapmiz. Demak, biz ikkinchi yo'lga, birinchi yo'l katta mashinaniki kirish mumkin emas, chiziqda yetish ham mumkin emas. O'ng tomondan harakatlanib chiqib kelyapmiz. Pоворotni o'ngga yoqqan holatda.